Tak, assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan men Hamid kanaliga xush kelibsizlar. Xullas, bugungi video roligimiz gaz masalasi bo'yicha bo'ladi. Ya'ni gaz masalasi bo'yicha ayrim tariflar o'zgartirilgan. Buni hozirgacha ko'pchilik bilmaydi. Eng qizig'i. Qalampir.uz degan Telegramda bir kanal bu. O'sha kanalda 1-aprelda berilgan bayonot bo'yicha men bu video rolikni qilyapman. Ya'ni o'sha qisqacha berilgan bayonotni masalan o'qib bermoqchi edim. Ya'ni 1-aprelda chiqarilgan. 1-aprel kunidan boshlab isitish mavsumida tabiiy gaz uchun joriy qilingan 500 kub metrlik bazaviy me'yor 100 kub metrga tushirildi. Ya'ni oldin 500 edi, hozir bu narsa sirazi 100 ga tushirildi. Bu haqida Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyat xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Vazirlar Mahkamasining 2024-yildagi 204-sonli qarori bo'yicha mazkur shkala mart oyida o'zgarishi belgilangan. Biroq mart oyida havo haroratining past bo'lishi va odatdagidanda ko'ra sovuqroq kelishi munosabati bilan davlat rahbarining topshirig'iga muvofiq Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan isitish mavsumi uchun belgilangan 500 kubometr bazaviy me'yor 2025-yilning 1-apreligacha uzaytirilgan. Shunday qilib, bugundan 1-maygacha, ya'ni mana erta 1-may tarif almashadi. Shunday qilib, bugundan 1-maygacha aholiga gaz iste'moli uchun tariflar quyidagicha. Ya'ni 1-maygacha hozirgi tarif nazarda tutilyapti bu yerda 1-maygacha. Va 100 kub metrgacha 650 so'm. Ana shu yerga e'tibor beringlar, ahamiyat berib qo'yinglar. 100 kubometrgacha 650 so'm bo'lgan. 101 kubometrdan 2500 kubometrgacha 1500 so'm. 2500 kubometrdan 5000 kubometrgacha 1950 so'm. 5000 kubometrdan 10000 kubometrgacha 2275 so'm. 10.000 kubometrdan va undan yuqori iste'mol uchun 2600 so'mdan bo'lgan. 1-apreldan elektr energiyasi va gaz bo'yicha yangi tariflar kuchga kirishi kerak edi. Prezident esa aholi, iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlik subyektlari yoqilg'i energetika resurslari bilan ishonchli tarzda ta'minlash, shuningdek aholi va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida Vazirlar Mahkamasiga yangi tariflar avval rejalashtirilgandek 1-apreldan emas 1-maydan kuchga kirishi bo'yicha topshiriq berdi. Ya'ni prezidentning topshirig'i bo'lgan. Shuning bilan 1-maydan aholiga gaz iste'moli uchun tariflar quyidagicha bo'ladi. Mana erta 1-may, 1-maydan keyin tariflar o'zgaradi. Ya'ni 100 kubometrgacha 1000 so'm bo'ladi. Tepada o'qiganimda e'tibor bergan bo'lsalaring, 100 kubometrlik gaz 650 so'm bo'lgan. Hozir esa bu 1000 so'm bo'ldi. Ya'ni sirazi ustiga 350 minyapti. 101dan 2500 kubometrgacha 1800 so'm bo'ldi. Dahshat. Mana sizlarga. Va mana shu masala bo'yicha elektr energiya vazirligiga raddiyam bor. Qisqacha o'zimni fikrimni bildirib o'tmoqchi edim. Elektr energiya vazirligi men sizlardan iltimos qilmoqchi edim. Mana shu 100 iloji bo'lsa 50 qilib qo'yishlaringizni men iltimos qilmoqchi edim. Sababi bizda 6 oy issiq bo'ladi. O'sha mana havo isishni boshladi. Bu yog'i endi nasib Xudo xolasa 6 oy issiq bo'ladi. Bu men o'ylashimcha 100 ham bu ko'plik qilsa kerak. Shuni 50 qilib qo'ysalaring ham bo'ladi. Nima kerak bu gazni isrof qilib havoga uchiraverish. 50 qilib qo'ysalaring ham bo'ladi. Rahmat sizlarga, mana shu bizda o'zbek xalqini o'ylab turib 500 dan sirazi 100 ga tushirib qo'yibsizlar. Kattakon rahmat, lekin hisob-kitobni yana qaytadan ko'rib chiqishlaringizni men iltimos qilib so'rardim va mana shu 100 da 50 ga tushirib qo'yishlaringizni ham iltimos qilardim. Do'stlar, bu albatta mening fikrim. Kommentariya ochib har doimgidek o'zlaringni qisqacha chiroylikgina haqorat qilmasdan turib e'tibor beringlar, haqorat qilmasdan turib chiroylikgina qilib ma'noli
qilib kommentariy yozib qo'yishlaring mumkin. Sizlar bilan har doimgidek men Hamid. Nima ham derdim? Hammaga sabr. Sog' bo'lasizlar.